Mana dachamizda tushib supalar boshlanish joyi. Mana bu birinchi supa. Supalarimiz mayda emas. 5 metr, 7 metr, 11 metr, 6 metr, 9 metr shunday. Hozircha 6 ta supa mavjud. Supalarimizda orasi 15-20 metr bir-biriga xalaqit qilmagan holda bemalol kelib dam olishlaringiz mumkin. Toza, ozoda. Xudo xolasa yana bundan da rivojlantirish niyatlarimiz bor. Hozir supalarimizda ichini, sharoitlarini ko'rsataman. Mana birinchi supamiz. Bizda hamma sharoit bor. Qozon, o'choq, idish, tovoq, six, qo'ralarimiz shashliq qilishlarga. Har bir supani alohida o'zini o'choq qozoni bor, o'zini shashliq qiladigan bor. Idish, tovoq, ko'rpa, to'shak yotib qolishga, nachavat qilishlarga sharoitlarimiz bor. Yopinadigan hamma sharoit qilingan. Faqat sizlardan yegulik produktlaringizni olib kelsalaringiz bas. Qolgan xizmat bizdan. Narxlari kelishilgan holda. Mahallamiz Bog'ishamol mahallasiga chegirmalarimiz bor. Butun O'zbekistonga bor. Har bir supani oldidan shunday kranlarimiz bor. Suv tepadan buloqdan olib kelingan ichimlik suvi, shifobaxsh suvlar. Mana shu daryoni yonida yosh bolalar uchun mana bunday setka agrajdenlar qilingan. Nozar hojini Chori Yusuf mullani yordamida mana shular qilingan. Xo'sh, daryoga tushadigan joylarimiz ham bor. Xudo xolasa eshik qilamiz. Tushib bemalol daryoni bo'yini aylanib mana yerdan bitta zina qilamiz hali. Mana bu ikkinchi supamiz. Bularda ham o'choq, qozon mana hammasi отдельно qilingan mana. Hamma sharoitlarimiz joyida. Mana bu kollektiv 25-30 kishilik kollektivlar uchun, gruppalar uchun mana отдельно qilingan. Mana bu o'choq qo'yadigan joy. Buni ham o'choq qozonlari bor. Mana joylarimiz. Xudo xolasa kelingizlar, mehmonimiz bo'lingizlar. Mana joy qilingan, hamma narsa bor. Mana kollektiv uchun supalarimiz chinor daraxtining tagida. Dachamizda hovlisi mana. Mana bu yerlar bog' qilingan. Xudo xolasa daraxtlarimiz mevaga kirsa bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Tepadagi buloqdan mana suv olib tushirib qo'yilgan. Sharoitlarimiz joyida. Bu 4-supamiz. Mana hamma narsa qilingan joyida. Salqin yozdi kunida sangardak sharshara bilan Xonjiza setini o'rtasida ikki tomonga ham razninsamiz bir xil. Mana bunday xonalarimiz bor. Bu xonalarimiz yotib qolish. Mana belgi bularda ham o'choq nimalari отдельно bo'ladi. Mana polkalar qilingan. Bemalol yotib, dam olib, o'tirib ketishlaringiz mumkin. Mana bu tomon bizning bog'imiz. Hojatxonamiz shu bog'da oxirida.
Yosh bolalarimiz uchun mana basseynlarimiz bor. Kattalarga endi xudo xolasa bu yerdan basseyn qilmoqchimiz. Mana bu 6-supamiz. Bu supalarimiz ham endi shkatyorkalarni qilib olamiz xudo xolasa. Mana bu supalarimiz ham hammasi toza, ozoda, hamma sharoiti bor. Taklif qilamiz hammalaringizni. Ko'rishamiz, kelingizlar.